Akalar, assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa 6 bosh g'onajilarimiz keldi, yangi partiya nasib qilsa. Sifatlari o'tkir. Hozir bir qator hammasini ko'rsatamiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahar. Soni 6 bosh. Mana bunaqa vahshiy gibridlardan bor. Vahshiy chiroyli, yaxshi narsa. Mol qilishga. Hammasi sog'lom. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. 6 bosh g'onajinlarimiz. Qani chuk. Yaqinlashtirib olinyapti, uzoqlashtirib olingan varianti. Narxlarga o'xshab yaqinlashtirib molni katta ko'rsatish shart emas. Mollarimiz juda ham sifati o'tkir. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Aytadi-ku, muhimi narxida. Narxini ham hozir xudo xolasa chiroyli qilib yo'lda qilib qo'yib beramiz. Soni 6 bosh, hammasini bir joyda olaman degan ko'kalarimizga 9.850 ming so'mdan deyarli berib yuboriladigan summasi. Mollarimiz kichkina mollar emas. Endi narxiga yarasha mollar. Oldi qochdi. Maqtash kerak yo'q. Bo'lsa hammasi sog'lom, mana ko'rib turganlaringizdek. Hech qanaqangi biror joyda nuqsoni, defekti bor mollar emas. Hammasi sog'lom. Biror joyda aybi, nuqsoni bor emas. Sog'lom. Yeb-ichganlar hammasi joyida. Yana qaytarib o'tamiz, manzilimiz Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahar. Hammasi o'ynab turibdi. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 9.850 ming so'mdan deyarli berib yuboriladigan summasi. Donovoy olaman degan ko'kalarimizga eng arzoni 9,5 million so'm, eng balandiga 10,5 million so'm. Oxirgi narxni ularni aytyapman, hurmatli aka-ukalar, e'tibor berasizlar. Oxirgi berib yuboriladigan summalarni aytyapmiz mollarni. Hurmatli aka-ukalar, yana qaytadim. Oxirgi berib yuboriladigan summalar 9,5 million so'm eng past narx-navosi, eng baland narx-navosi 10,5 million so'm. 9.850 ming so'mdan 6tasini bir joyda olaman degan aka-ukalamizga shunaqa narxdan beramiz. Bo'y pastlarga keladigan bo'lsak mollarimizni 1.10 cm eng kichkinasi, 1 metrligi yo'q, 1.10 cm, 1.15, 1.10 oralig'ida deylik. 1.10 cm, 1.15 cm oralig'ida. Deyarli hammasi bir xil narxni boyagi bo'y pastlari. Juda ham chiroyli narsalar hammasi. Mol qilishga xudo xolasa hammasi mol qilishga yaraydi. Mana bunaqa mana shu ikkalasi ham juda ham chiroyli narsa, nargi qora ham. Olgan odam xudo xolasa baraka topadi.